Assalomu alaykum. Oqtepa soy tarixi gruppasi a'zolari, mana bugun ustoz Shavkat bobo Muhammadiyevning xonadoniga keldik. Bugun ustoz bilan bir maktabni eslab, tarixiy nimalarni eslab, ustoz bilan bir kichikroq suhbat o'tkazish maqsadida xonadoniga tashrif buyurdik. Assalomu alaykum ustoz. Rahmat. Ustoz, sizga shunday savol bilan yuzlanamiz ustoz. Siz maktabda qachon faoliyatingizni boshlagansiz? Mana shu gruppada sizni o'quvchilaringiz, shogirdlaringiz hamma kuzatishadi. Shu maktab haqida, maktabdagi o'qituvchilaringiz shu ish faoliyatingiz haqida bir qisqacha gapirib bersangiz, kanalimiz uchun. Assalomu alaykum. Muxlislar. Sizlarga men Shavkat Muhammadiyev Oqtepa Qo'rg'on Kamar qishlog'ida dunyoga keldim. 1941 yil 8-avgust kuni. Shundan o'zimizni Oqtepa qishlog'ida o'rta maktabgacha shu yerda o'qidim. 7-sinfgacha. 1960-yilgacha Shavona qishlog'idagi 9-o'rta maktabda o'qidim. Va shu yerda 60-yilgacha o'qib, shu yerda bitirib, keyin o'qishga kirdim. Shu yili 60-yilda. Xudoga shukr, o'nlab shogirdlarim bor. Shogirdlarimdan Mamarov Abdujabbor, oliy toifali tarixchi, shu bilan birgalikda To'qonov O'ktam, Qo'chqorov Ermat degan hamda Mustaqilov Toshpo'lat degan To'rabosdi qishlog'idagi shogirdlarim tayyorlaganman. Ularga ko'plari hozirgi paytda hayot, ko'plari dars berib, yosh avlodni tarbiyalashda ajoyib o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Mening eng asosiy tarixchi bo'lishimga, huquqshunos bo'lishimga ustozlarimdan eng birinchi Tashmanov Mirodil aka ajoyib inson edi, meni shu yo'lga soldi, tarbiyaladi, voyaga yetkazdi. Qo'lidan kelgan barcha yordamlarni ayamadi. Ikkinchi ustozim Isoqulov Yusuf aka. Bu ham tarixchi edi, juda zo'r. Meni tarixchi bo'lishimga ikkinchi inson shu Isoqulov Yusuf aka bo'ldi. Uchinchi shogird haligi ustozim Shavona qishlog'ida yashovchi Maqsum Qodirov degan kishi meni tarixchi bo'lishimga o'zini munosib hissasini qo'shdi. Hozirgi paytda men mana shu Oqtepa Qo'rg'on mahallasida yangi qishlog'ida yashab kelmoqdaman. 4 ta o'g'il, 2 ta qizning otasiman. Farzandlarim bari yaxshi, Xudoga shukr. Turmush o'rtog'im ham o'zini shu bor mehnatini, bor xizmatini menga xizmat qilib, chiqib yaxshi yashab turibmiz. Men ko'plab nevaralarning bobosiman. O'g'illarim mana bittasi yaqinda sertifikatga imtihon topshirib, o'qib yiqildi. Hujjatini qo'lga kiritdi. Mani yonimda turibdi shu yigit. Xudoga shukr, hayotimdan nolimayman. Davlat berayotgan nafaqani olib, kekshalik yashini surib, xizmat qilib yuribman.